Shamol kuchidan foydalanib tok chiqarganda hosil qilgan energiya quyosh energiyasidan kelamdi. Quyosh radiatsiyasi atmosfera qatlamidagi besimning tarqilishining temposizligini keltirib chiqaradi. Havo besim gradiyenti ostida harakatlanib shamol hosil qildi. Shamol kuchi generatori shamolning harakat energiyasidan foydalanib paliqni aylantiradi. Ondan ish surati mashinasi orqali aylanma suratini oshirib, bu mexaniklik energiyani eng oxirida elektr energiyasiga aylantiradi. Shuning ishonimizki, nurg'un kishilar nima uchun choqpalakning cho'mpaliqi intayin asta aylansimi tok hosil qila oladi. Ajaba qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi emasmi deb o'ylashi mumkin. Biz odatda ko'radigan 1.5 megawattlik shamol kuchi generatorining choqpaligi 1 minutda 19 qatimdan 30 qatimgacha aylanadi. Qarmoqqa haqiqatan nihoyat osti ko'rinadi, lekin bu uning eg'irligi va shu joydagi shamol surati bilan zich munosabatlik. Shamol kuchi generatorining paliqining uzunligi odatda 20 necha metr keladi. Bundaq eg'ir paliqni yuqori suratda aylantirganda paliq oson sunib ketishi, tegilikmi besimga bardoshlik berolmay o'lib tushishi mumkin. Amaliyotda garchi paliqning aylanma surati yuqori bo'lmasa-mu, ammo generatorning ichki qismidagi chiqchiq sanduqi yuqori suratlik o'qning aylanma tezligini tuvan suratlik o'qning 50 kesiga yetkazadi. Ya'ni surat oshirish mashinasi tezligini minutiga 1500 qatim aylantira oladi. Shamol kuchi generatorining 1 soatda 1500 gradus atrofida tok tarqatish miqdori bo'yicha hisoblaganda, choqpalak bir qatim aylansa, bir qatim tok tarqatqili bo'ladi. Unumi nihoyat yaxshi hisoblanadi. Elimizning shamol energiyasi zapsi nihoyat ko'p. Tarqalish doirasi ham nihoyat keng. Shunga davlat shamol kuchidan foydalanib tok chiqarishni zo'r kuch bilan taraqqiy qildiradigan muhim nuqta qilib bekitgan. Jungo o'z oldiga tadqiq qilib yasagan SL5000 generatori shamol kuchi generatori ichidagi eng cho'ng magnat bo'lib qoldi. U ishlatilgan Sharq dengiz cho'ng ko'rigi shamol kuchi orqali tok chiqarish turi. Yevropadan boshqa tunji dengiz usti shamol elektr maydoni bo'lib qoldi. Agar sinchoq salonning mazmunlarini yoqtirsangiz, yulduz belgisini yoritib qo'yishni unutmang.